Mana qarang, iPhone'ga o'xshaydi, mana qarang. G'irt iPhone bo'lib yotibdi-yu. Voy, lekin yorib yuborilgan ekan. Mercedes S-Class-ku bitta like bosib qo'yman, qarang. Tabloni yozib bosganda taxometr o'zgarishini ko'ryapsizmi? 2013 faqat ko'zingiz bilan ko'rsangiz bo'lar ekan, 3D ko'rsatar ekan. Kamera ko'rsatib bera olmayapti. Saloni shu darajada komfort ham ko'ryapsizmi? Haqiqiy Maybach stavkalarda. Ko'jalari ham, sidenalari ham qarang. Rombikli strochkalarda. Aynan mana shu rombiklining o'zi $10,000 dan oshiq dubulsa hisoblanar ekan. Shuni o'zi undan tashqari ham qarang. O'rtada stoykada katta Burmester buferda kolonkasi. Ikkita chekkada ham yana akustikasi bor. Bu W223 S580. Yengisi kamida $240-250 ming atrofiga olasiz aynan shu mashinani. Bu atigi 21 000 probeg. 2023-yil aytgancha men Simma Water ko'rdingizmi? Mana idishlarini, dizaynini ham yorib yuborgan, mana qarang, yozuvlari orqada o'qilar ekan. Bu takoy premiumi mashinangizga qo'yib olib, ichib yurishingizga har kunligiga Simma Water qo'yib qo'ying mashinangizga. Hamkorlikda ishlasangiz ham bo'ladi, profiligini qoldiraman. Juda ko'p xil suv chiqarishyapti. Aynan mana shu mineral suvlarni. Yengisi 21 ming yurmaganini 240-250 mingga olasiz, lekin aynan shuni srochniga $122 ming ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ishoning, prezidentlar yuradigan S-Classda maza qilib bu yog'iga oqib yursangiz bo'ladi.